Do'stlar, hammaga salom. Bugun sizlar bilan ICVikga tashrif buyuramiz. Bu O'zbekistondagi eng katta IT tadbir. Ushbu tadbir 23-sentyabrdan 26-sentyabrgacha Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Tadbir davomida juda ham ko'p xorijiy kompaniyalar, 100 ga yaqin startaplar va 1000 ga yaqin ishtirokchilar bo'ladi. Bugun ushbu videoda tadbirdan eng qaynoq lavhalar bilan bo'lishamiz. Ketdik. ICTVik tadbiriga mingdan oshiq insonlar tashrif buyuradi. Ularning ichida tadbirkorlar, investorlar, studentlar va turli xil soha liderlari tashrif etib, shu O'zbekiston hududidagi ekonomikani rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Do'stlar, tadbir davomida forumlar va shaq atmosferada o'tdi va bugungi asosiy mavzular bu sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va raqamli texnologiyalar bo'ldi. Bundan tashqari fintech, e-commerce va IT davlat xizmatlari haqida ham turli xildagi forumlar bo'ldi. Umuman olganda juda ham qaynoq atmosferada o'tdi. Do'stlar, biz hozir IT Park Ventures direktor o'rinbosari Dalilxon aka bilan ko'rishdik. Dalilxon aka, tadbir haqida fikringizni bildirsangiz. IT bozori bizda juda ham tez rivojlanyapti. Oxirgi 5 yil ichida 4-5 baravarga o'sgan. Ya'ni bundan oldin faqat davlat tomonidan qiziqish bo'lgan bo'lsa, hozir xususiy sektor ham qiziqyapti. Xususiy sektor ham hozir kirishni boshladi va juda ham nima deydi, aktiv o'yinga kirishdi. Buni ham natijasini yaqin shu 3-4 yilda ko'ramiz deb umid qilaman. Do'stlar, hozirgina Women and AI sessiyasi boshlandi va bu sessiyada O'zbekistondagi juda ham ko'p ayol tadbirkorlar, ITdagi ayol liderlar yig'ilgan va eng quvonarlisi O'zbekiston davlatidagi ayollarga bo'lgan va aynan texnologiyadagi ayollarga bo'lgan e'tibor, grantlar va juda ham ko'p imkoniyatlar quvontiradi. То, что мы видим по Coursera, в целом у нас 46% женщин по миру. То есть большой интерес к нашему контенту, а это и технологии, и бизнес, и AI, то есть различные портфолио. И все больше женщин начинают изучать технические специальности. То есть это очень здорово, потому что в эпоху AI, естественно, важно, чтобы искусственный интеллект строили не только мужчины, а женщины различного возраста люди, чтобы у нас получался более инклюзивный алгоритм. Мне кажется, и для девушек это очень большой потенциал, потому что девушки, женщины очень креативные, любознательные. И если на AI смотреть не как на инструмент, который пишет мне лучшие имейлы, эссе, а смотреть это креативно, поэтому это большой потенциал, мне кажется, для того, чтобы развиться и начать свои стартапы, свои идеи, коллаборации. Mana bu ICTvikda endi universitet sifatida qatnashayotganimizni asosiy maqsadi IT sohasida avvalambor kadrlarga bo'lgan ehtiyoj juda ham dolzarb hisoblanadi. Shunday ekan, mana shu kadrlarni chiqarishda nimalarga e'tibor berish kerak? Startaplar, sun'iy intellekt bo'yicha qanaqadir yangi ishlanmalar, yangi texnologiyalar va big data va boshqa texnologiyalar hammasi mana shu ICTvikda jam bo'ladi. Mana shu yerda talabalarni jalb qilgan holatda, mana shu yerda ularni ko'rgazmaga qatnashtirgan holatda yana ularni o'sha bilim bazasini kengaytira olishimiz. ICTVik innovatsiyalar haqida shunchaki gaplashadigan joy emas. Bu yerda juda ham katta ko'rgazmalar zali, yangi texnologiyalar, sun'iy intellekt, bulutli texnologiya va fintech kompaniyalarini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari ushbu tadbir davomida shunaqangi Expo markaz tashkil qilingan va bu yerda juda ham ko'p xorijiy kompaniyalar o'z stendlarini yaratishgan. Juda ham ko'plab sun'iy intellekt kompaniyalarini, VR kompaniyalarini va turli IT korxonalarni stendlarini ko'rishimiz mumkin. Har bitta stend bir-biridan qiziqroq va biz hozir ularni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, biz Expo markazidagi startaplar bo'limiga keldik va birinchi startap bilan tanishishga tayyormiz. Cradle loyihasi. Loyiha haqida ozgina tushuntirib bersangiz, o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Ismoil. Cradle Vision kompaniyasida operasion direktor bo'lib ishlayman. Cradle Vision asosan shu AI, ya'ni kameralar orqali analiz qiladi
Bizni bozorda ko'pincha retail solution produktimiz orqali tanishadi. Hozirda biz education bozorida katta fokus qaratyapmiz. Cradle Vision ta'limga bo'lgan e'tiborni kuchaytirmoqda. Hozirda bizning loyiha o'quvchilarni attendance, engagement, talantlarni aniqlaydi. O'qituvchilarni o'sha darsdagi bo'layotgan reglamentini kuzatib boradi. Kompaniyalar necha yildan beri faoliyat yuritadi? Bugungi mana shu tadbirda qatnashishdan asosiy maqsadingiz nima? Asosiy maqsadimiz bu networking. Ya'ni o'sha bozordagi education kompaniyalari bilan networking. Biz o'sha aytib o'tganimdek, education bozoriga katta fokus qaratyapmiz. Ota-ona va maktab o'rtasida aniq shaffoflikni beramiz. Kompaniya 3-4 yildan beri bozorda aktiv ishlab kelmoqda. Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Ismim Islombek Sanaqulov. Aloqa Ventures'da venture tahlilchi bo'lib faoliyat yuritaman. Hozirda bizda ikkita fondimiz bor. Birinchisi Aloqa Ventures'lar. U yerda g'oya va MVP bosqichida 20 mingdan 50 ming dollargacha sarmoya qilamiz. U yerda 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolari faqat ariza topshira oladi. Shuning uchun u yerga asosan jamoa, produkt va bozorga qaraymiz. U yerda ancha yoshroq loyihalar bo'lgan. Ikkinchi fondimiz Aloqa Ventures Growth. U yoqda eng muhim biz qaraydigan narsa jamoa bilan mod. Jamoa deganda jamoaning eski tajribasi, networkinglar, ya'ni qaysidir bozorga chiqmoqchi bo'lsa, qanchalik tez o'sha bozordagi qaror qabul qiluvchilarga chiqa oladi yoki yo'q. Mod deganda uni aynan o'sha loyihada bor qandaydir unikal narsa. Misol uchun, qanaqadir razrabotkalarmi, intellektual mulkmi yoki jamoani networkda tajribasi va hokazolar. O'shalarni izlaymiz. Mana shu ICT Week davomida o'zingizlarga to'g'ri keladigan qiziq loyihalar haqida eshitdinglarmi, ko'rdinglarmi? Albatta, juda ham ko'p loyihalar bilan uchrashdik va juda ham ko'plar bizga ma'qul keldi. Odatda o'zi bizda konversiya 1% dan ham kamroq, aytaylik 100 ta loyiha bilan uchrashsak, bittasi bilan oxirgi bosqichgacha boramiz. Bu loyihalarda orasida O'zbekistonda kartasi, xaritasini chizayotgan loyihalar bor. Barcha o'sha qog'oz cheklarni raqamlashtiradigan loyihalar bor. Shuningdek o'sha boshqa yo'nalishdagi juda ham qiziq loyihalar bor. Eng qiziq loyihalardan biri o'sha xarita, cheklarni avtomatlashtirish, juda ham katta bozorga ega va fintech yo'nalishida ham ko'p loyihalar bilan tanishdik. Do'stlar, to'g'risini aytganda tadbir juda ham qaynoq atmosferada o'tyapti. Ko'pchilik odamlar kimdir bilan networking qilgan, tanishgan, yangi partnyor, yangi mijozlar topgan, ICT Week o'zini oqlayapti va tadbir atmosferasi juda ham qaynoq o'tyapti. Agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like qo'ying, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va eng asosiysi kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha.